Kundagi abayani qaranglar, qanaqa asal, dvoykalikda, ichidan shunaqa modniy o'zini bazasi bor. Bemalol bazasini boshqa narsa bilan kesinglar bo'ladi, lekin men bu abayani yon turishini qaranglar. Shapkalarini qaranglar, qizlar. Modniy, hozir shapkasini ham katta qilib kiyib oldim. Bellariga ham shunaqa belbollari bor. Imam bilan rezinoviy bo'lib o'tgan. Buni har xil rangidan olib qilib qo'yganmiz. Qaranglar qizlar. Mana bu bordoviy rangini qaranglar. Men qizilni yoqtirdim, yonib turganligi uchun. Albatta bordovisi bor. Bunaqa cho'pko rangidan olib kirganmiz. Bularning hammasini bazasi qora bo'ladi ichida. Mana bu yashilli boshqachasi. O'zim ham materialgacha qizlar orqalari turishini qarang. Qanaqa modniy, standartniy bo'lib chiqqan bularning hammasi. Mana bu materialga rangli shunaqa neobichniy, prям uyg'unlik bo'ladi-da. Mana bu olov rangini qaranglar. Вообще shikarniy qizlar. Bu yerda qop qorasi ham bor, xohlovchilar uchun. Materiallarga ham alohida e'tibor berasizlar. Yomon bo'lib ketmaydigan materialda qilib ishlangan. Men bu rangga ham kishi boshqacha rang. Qanaqa rang endi? Men даже ranglarni ajrata olmayman qizlar, qaranglar. Vau, shunaqa neobichniy, men ko'rmagan ranglar ham bor ekan. Xullas shunaqa dvoykali abayamizni bemalol kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Shoshilinglar.